Endi vahima haqida gaplashadigan bo'lsak, vahima bu qay darajada xavfli yoki yo'q, yoki bo'lmasa biza hozirgi xalq tilida panika ataka deymiz, vahima xuruji. Buni olib qarasa, agar vahima qisqa muddatli bo'ladigan bo'lsa, u muammo emas odamga. Ya'ni bu sizni miyangiz kuchsiz degani emas, aksincha miya kuchli reaksiya bildiryapti. Ya'ni qanday kuchli reaksiya bildiryapti? Ehtiyot bo'l, o'zingni himoya qil degan signalni miya tanaga beradi. Shunda yurak tez urishni boshlaydi, qo'llar titrashni boshlaydi, qaltirashni boshlaydi. Bu yaxshi boshlanishida. Lekin agar vahima xuruji haftalab, oylab, yillab davom etishi mumkin. Mana shu davom etsa, ya'ni xronologik holatga o'tadigan bo'lsa, albatta bu klinik holatga o'tib sizni ancha-muncha qiynash mumkin. Shuning uchun vahimani ham boshqarish usullarini ko'rib chiqishingiz kerak. Umuman olganda nimalar sabab bo'ladi? Birinchi galda kuchli bir stress o'tkazgan bo'lishi mumkin inson hayotida, yoki bo'lmasam surunkali hozirgi paytda uyqusizlik, yoki bo'lmasam energetik va kofeinni yuqori iste'mol qilinishi, hali aytganimizdek uzoq vaqt davom etadigan stress yoki xavotir, oiladagi muammolar yoki haddan ortiq perfeksionist bo'lish ham aynan vahimani olib kelishi mumkin. Yana bir tadqiqotlarga ko'ra, mana hozir juda ko'p uchrayapti. Insonni organlari bor. O't pufak. Agar o't pufak olib tashlansa ham yoki bo'lmasam oshqozonda qanaqadir muammo bo'lsa ham, mana shu vahima hissini uyg'otishi mumkin. Demak, sababini osongina aniq topsangiz, diagnostikasini to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, vahimadan bemalol boshqarishingiz mumkin, qutulishingiz mumkin. Ya'ni o'z normal hayotingizga o'tasiz.